la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganda yakka yagona Xudo bor. Yakka yagona. Yaratganimiz bor. Bizga hayot bergan bor. Bizlarni qo'llab-quvvatlab O'zbekistonimizni mana shunday havas qilganda va shunday havasga kim bizlarni yetkazayapti? Faqat yaratganimizdan doim so'rab, mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak, albatta bizlarni yo'limizni ochib beradi va hech qachon hech kim mana shu yurtda Xudoning nazari tushgan shu yurtda hech kimdan kam bo'lmaymiz. Kam bo'lmaganmiz, kam bo'lmaymiz degan da'vo qo'ygan oldimizga maqsad eng rivojlangan, taraqqiy topgan davlatlar qatoriga kirish albatta marra bizlarniki bo'ladi.